Alaykum hammaga. Biz hozir arzonroq nakrutka urishni o'rganamiz. Buning uchun hozir biz o'zi Telegram kirib olamiz va botni yozamiz qidiruvga. Finale SMM bot deb yozamiz. Mana Finale SMM bot deb chiqadi o'zi. Deb yozganimizdan so'ng qayta ishga tushirish chiqdi mana. Xuddi shunday bo'ladi. Xizmatlar tugmasini bosamiz. Bu yerda xizmatlari, barcha xizmatlar bor, barcha tarmoqlar uchun va tekin xizmatlar ham bor. Hozir biz sizlardan tekin xizmatlardan foydalanishni o'tamiz. Mana tekin obunachi, tekin prosmotr, bepul reaksiyalar bor. Tekin obunachini bosamiz va buyurtma berib ko'ramiz. 15 ta minimal 10 ta, maksimal 15 degan 15 ta buyurtma berib ko'ramiz. Chiqdi. Biz kanalimizning havolasini jo'natamiz. Yozib oldik va bu yerda tasdiqlash, ma'lumotlarni tasdiqlang yoki bekor qiling degan tugma chiqadi va biz tasdiqlashni bosamiz. Buyurtma berildi va ko'rish tugmasi orqali biz buyurtmani qanday bajarilyaptimi yoki boshqa bo'layaptimi barchasini ko'rib olishimiz mumkin. Mana buyurtma holati bajarilmoqda. Barchasini ko'rib olishingiz mumkin. Bu yerda hisobni to'ldirish orqali hisobingizni to'ldirib boshqa pulli xizmatlardan foydalanishingiz mumkin va bular juda ham tez va yaxshi sifatli bo'ladi. Va bu video tamom va keyingi videoda ko'rishguncha